Qozog'istonda, hattoki Rossiya davlatida o'z o'rniga ega bo'lgan JAK kompaniyasining mahsuloti JAK GS6 crossover haqida gaplashamiz o'rtoqlar. Assalomu alaykum azizlar, yaqinlashib kelayotgan yangi yil barchangizga muborak bo'lsin. Shaxsan o'zim hamda Toshkent Motors jamoasi nomidan hammangizni samimiy muborakbod etaman. Kelayotgan yilda inshaalloh bu yilga erishilmagan niyatlaringizga albatta keyingi yilda erishishingizni tilab qolaman. Xo'p, yangi yilgacha yangi mashina juda komplektatsiyaga boy, narxi ham ko'p qimmat bo'lmagan mashina izlaganlarga tavsiyamiz bu JAK GS6. JAK GS6 boshqa mashinalar kabi bu mashinamizga ham o'ziga yarasha chegirma hamda bonuslariga ega. Xo'p, narxlari haqida, olish tartiblari haqida albatta video davomida aytib o'tamiz. Xo'p, oldi ko'rinishidan ko'rishingiz mumkin, juda ajoyib bo'lgan, xo'p, dizaynga ega. Haqiqatda buni chizgan dizaynerga 5 baho. Hop, oldi ko'rinishdagi faralar uchala qator ham to'lig'icha yonadi. JAK yozuvi tagidagi hop monoqoshlar bu ham yonadi. Mana hozir pultini bosgan holda hop ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishingiz mumkin. Mashina ochilgan holatida ham mana shu takrorlanadi. Hop, kapot ostida 1.5 lik turbina motor hamda 174 ot kuchi. Bu yaxshigina ot kuchi adashmasam. Material atsenka materialdan tayyorlangan, ya'ni sovuqda yo issiqda chirib yo o'zini xususiyatini yo'qotib qo'yadigan material ishlatilmagan. Balonlariga keladigan bo'lsak, yumshoq kunxo balonlar taqilgan. Diskalariga keladigan bo'lsak, mashinani o'zini og'irligiga munosib qilib ishlangan 4 tala diska. Diska oporlarni ham ko'rishingiz mumkin, juda qalin, yaxshi qo'yilgan. Mashinada ABS sistemasi, hattoki EBD sistemasi ham bor. Xo'p, bakoylarimizga keladigan bo'lsak, bakoyimizda 360 gradus kamera, slipoy zona o'rnatilgan. Mana hozir men ochdim, ochilganda bakoy yopilib, yopganda esa hop, yopganda yopilib, ochganda esa ochiladi. Oynalarimiz ham pultda bosgan paytingizda oynalarni ham tushirishingiz yoki oynani tushirgan holda ko'tarishingiz ham mumkin. 5 ключевой dostuplarimiz bor. Ya'ni mashinada knopkani bosganingizda yopiladi yoki ochiladi. Hop, bu yoqda benzin quyish uchun bak joyi, hop, benzin quyiladigan joyi. Mana bu plastmassa esa hop, vaqt kelib yomon bo'lsa almashtirish imkoniyatini beradi. Ya'ni boshqa qo'yishingiz mumkin. Mashinani oldindan aytib o'tib ketaman, avto ehtiyot qismlari hammasi bor. Xo'p, mashina ichki tomoniga keyinroq sayohat qilamiz. Hozir orqa tarafdan ko'rinishini bitta ko'rib o'tamiz. Orqada sensor datchiklar hamda orqani kuzatish uchun alohida orqa vid kamera o'rnatilgan. Mashinani bagajini 3 xil uslubda ochishingiz mumkin. Birinchi pultda ochishingiz, ikkinchi oyoq harakatida ochishingiz, uchinchi esa mana bunday qilib qo'l harakatida, ya'ni knopkani bosgan holda ochishingiz mumkin. Orqa tarafda monoqoshlarni ko'rdik do'stlar. Xo'p, mashinamiz bagaji 460 litr. Xo'p, bu yoqda shtorka ham 5 kilo ko'taradi. Bu o'zini kitobida yozib qo'yilgan. Xo'p, bu yoqda propan qo'yishingiz uchun joy bor. Bu esa dakatkasi. Bemalol proponda harakatlansa bo'ladi. Mashinaning bagajini xo'p 3 xil uslubda yopishingiz mumkin. Birinchisi hop pultda yopishingiz, ikkinchi mana bu switch yonib turganini bossangiz, o'zi avtomatik обычный yopiladi. Mana bunisini bosgan holda esa xavfsizlik tizimi bilan yopadi. Ya'ni bu qo'lingiz qolib ketganda yoki o'zingiz turgan paytda bagaj qisib qolmasligi uchun orqa dvorniklar, ya'ni oyna tozalashlar. Hop. Mashinaning oq, qora, qizil hamda mana shunaqa hop mokriy svitlarida sotuvimizda hozir bor. Hop, O'zbekiston Respublikamizning hop 6 ta viloyatida o'z filialiga ega bo'lgan mashina. Orqa tarafdan ko'ramiz. Hop, bismillah. Mashina aytganimdek atsenka bo'lganligi va shumka qilinganligi hisobiga material ham juda og'ir. Hop, ya'ni yopganda, ochganda eshikdan bilishingiz mumkin. Hop, sidina kojinli qilingan, choqlab ko'rib turibsiz. Bu 3 kishilik, u pedagonli qilingan hamda pastsakanli qo'yishingiz ham mumkin. Tepada to'lig'icha panoramli tom, lyuk bor. Xavfsizlik yostiqchalari o'rnatilgan. Bu yoqda pechka, telefon qo'yish uchun joylar, telefon zaryadga qo'yish uchun ham joylari mavjud. Hop, bu yoqda pushalka, kolonkalar o'rnatilgan. Hop, mashina materiali sifatli plastikdan hamda oldi tarpetkalar kojinli materialdan ishlangan. Xo'p, endi mashinamizni shofyor tarafidan o'tirib ichki tomonni obzor
qilamiz. Beskuluchoy do'st haqida gapirdik. Mashinani ochamiz. Bismillah. Mana materiallar ko'rishingiz mumkin sifatli. Hop, elektron oyna ko'tarib yopqichlar, eshik oynalarini qulflaydigan hamda eshikni o'zini qulflaydigan sentral zamok tizimlari ham bor. Mana bu esa Aqua Print va alohida tema va buni qo'shsangiz albatta juda bir chiroyli manzara hosil bo'ladi. Hop, bismillah. Alloh hammamizga nasib qilsin. Niyat qilgan bo'lsangiz hojiga albatta like bosib qo'ying. Pusholka, hop, kolonka. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, deflektorlarimiz, hop, torpedani men aytib o'tdim. Hop, monitor. Bu yoqda mashina eshik ochiq, yopiq, hatto lyuk ochiq, yopiq hammasini ko'rsatadi. Rul ko'p funksionalni rul hisoblanadi. Cruise control, climate control, hamma narsasi bor. Hozir tashqarida shovqin. Mana mashinani yopganda esa uncha shovqin o'tmaydi. Ya'ni shumi izolyatsiya qilingan. Hop, mashina start stopda, start stop tugmachasi mana bu yoqda. Start stop bosasiz, mashina zavod bo'ladi. Bu yoqda esa beskuluchoy, besprovodniy zaryadka kechirasiz o'rtoqlar. Ya'ni telefon simsiz quvvatlash tizimi. Hop, klimat kontrol uchun alohida tablo berilgan. Bu juda qulay va yaxshi o'rnatilgan deb hisoblayman. To'g'risi, boshqa mashinalarda ko'ramizki, avarinka uchun juda uzoqqa qo'l cho'zishingiz yoki noqulay joyda joylashgan bo'lsa, qo'lingiz borguncha nimagadir tegib ketishi mumkin. Bu yerda unaqa emas. Avarinka yoqish uchun mana bu yerda o'rnatib qo'yilgan. Xo'p, shaybinning sport eka normal rejimlarigacha bor. Bu yoqda pastdagi antik, hop, rushnoy, avto hold. Bu yoqda esa ko'rishingiz mumkin. Bar va xolodilnik. Oldi sidinalarimiz abagrev bor, sovuqda kunida mazza qilib issiqini bo'lib ketish uchun. Hop, charm ko'jadan ishlangan. Juda ajoyib. Hop, endi hozir bitta tushib, men sizlarga o'tirgan sidinamni o'zini alohida obzor qilmasam bo'lmaydi do'stlar. Hop, ko'rib turibmiz, 3 kishigacha bo'lgan sidina pamet, ya'ni 3 kishigacha o'tirgan odamni eslab qoladi. Mana bu esa elektron paket hisoblanadi, mana qarang. Sidina hozir hop yuryaptimi yo'q, bu yuryapti, atak sizga sezilyaptimi yo'q, buni bilmadim. Hop, orqaga ketyapti va mana buni ko'targan holda qiladigan bo'lsangiz, sidina tepaga ko'tariladi. Aksincha, pastga qiladigan bo'lsangiz, mashinani sidinasi cho'kadi. Hop, bu yoqda ham hop tugmachalar bor. Bu endi o'sha abagrev tizimini boshqarish uchun mo'ljallangan. Orqa tarafdan o'tirib ko'raman. Hozir men bo'yim 1.83, oldimda ruldan ancha uzoq edim, to'g'rilab olmagandim to'g'risi. Hop, shunda ham o'tirib ko'rsataman sizlarga. Mana erkin o'tirgan holatimda ham oyog'im oldi sidinaga tegmayapti. Bu esa panorama hamda lyuk. Orqa taraflarda hatto chiroqlari bor. Hop, mashinaning orqa tarafdan asosan mana shu joyi shaxsan men o'zim uchun juda qiziq. Ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli qilib ishlangan. Ana endi mashinamizni asosiy qiziq bo'ladigan joylaridan narxi haqida gaplashamiz do'stlar. Boya aytib o'tganimizdek, oq, qora, qizil hamda mokri ranglarda bor. Mashina tan narxi hozirda yangi yil munosabati bilan anchagina chegirmaga tushirilgan. Tan narxi 285 million so'm. Shuncha ko'p funksiyasi, shuncha ko'p navoroti bilan birgalikda 285 million. Bu adashmasam juda yaxshi narx. Chunki boshqa endi o'zini sinfidagi mashinalarni olib ham shuncha navorot qilishingiz uchun ancha-muncha pul ketib qoladi. Mashinada yurib ko'rdim o'rtoqlar, haqiqatdan yumshoq. Buni boya aytganimdek filiallarimizga yoki glavnoy bosh ofisimizga tashrif buyurgan holda ham kelib test drive qilib ko'rishingiz mumkin do'stlar. O'shanda ishonch hosil qilasiz. Yangi yilga yangi mashina istaganlar uchun navoroti ko'p bo'lsin, qulay bo'lsin, narxi ham arzonroq bo'lsin deganlar uchun tavsiyam bu Jack GS 6 do'stlar. Olish tartiblari avtokredit, avtolizing, persiyani naqd pulga xarid qilishingiz mumkin. Mashinaga boya aytib o'tganimdek propan o'rnatsa bo'ladi. Xo'p, kommentariyaga yozamiz. Qaysi viloyatdansiz, qayerdansiz va albatta
imkon qadar qo'ldan kelgancha javob beraman. Sizning yashayotgan hududingizda bizning filialimiz bormi? Bor bo'lsa, albatta lokatsiyasi tashib beriladi. Tavsiyam mashinani borib bitta ko'radigan joyi. Toshkent Motors har doim siz uchun yaxshi sinalingan, yaxshidan ham yaxshi sinalingan to'g'rirog'i. Xo'p, biz bilan bizni kuzatishda, ya'ni davom eting. Bundan boshqa yana mashinalarimiz bor. Mana masalan, Jet'larimiz, Jack kompaniyasining yuk mashinalari ham bor. Navbat-navbati bilan obzorni qo'yib boramiz. Xo'p, bizni Instagramda kuzatishingiz mumkin. Xo'p, Turg'un Bo'riyev Instagram kanali yoki Jack Faf Turg'un Bo'riyev deb yozsangiz ham Telegramdan chiqib kelamiz va boshqa mashinalar haqida ham obzorlar qo'yilgan, bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, telefon nomer 90 kodi bilan 133 88 66. Mana bu yozuvni esa ko'rsatmasam bo'lmaydi. Jack rasmiy diler. Biz rasmiy diler ekanmiz, demak, avtoehtiyot qismlaridan inshaalloh muammosi yo'q. Hamda bizda o'zimizda ehtiyot qismi uchun do'konimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Qaysi kompaniyalarning avtoehtiyot qismlarini yetkazib beramiz. Hop, Toshkent Motors sifat qiymatdan ustun. O'zingiz ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog', omon bo'ling.